Assalomu alaykum. Dadasi yaxshi keldingizmi? Alaykum Bering assalom. kiyingizni. Siz kiyimlaringizni almashtirib turavering. Ovqatim tayyor, suzib beraman. Siz yaxshi ko'rgan ovqatni qilganman. Hozir suzib beraman. To'xta. Senda gapim bor. Haligi sen bilan 10 yildan ortiq yashadik. Bilasan, senga onamni qistovlari bilan uylanganman. Gap aylantirmasdan borini aytavering. Xullas, gap ochig'ini aytadigan bo'lsam, men bir qizni sevib qoldim. Unga uylanishim shart. Yaxshi ko'rib qoldingiz. Men-chi? Men-ku mayli, lekin bolalar-chi? Bolalarimni tashlab qo'ymayman. Ikkalasini ham nomiga bankdan alohida hisob raqam ochib qo'yganman. Kompaniyamni har oylik daromadidan foiz tushib turadi. Xotirama, ko'chada qolmaysizlar. Ota mehrichi? Uni ham har oyda foizi bilan o'tkazib turasizmi? Xabar olib turaman. Demak uyni bo'shatib qo'yishimiz kerak, shundaymi? Yo'q. Bu uy sen bilan bolalarimga. Men alohida uy olib qo'yganman. O'sha yerda yashaymiz. Demak, ancha oldin harakatni boshlaganman deng. Tushunarli. Nima yamdirdim? Unda yaxshi boring. Lekin bir narsani bilib qo'ying. Ortga yo'l yo'q. O'zi zo'rg'a qutulyapman-ku. Ortga qaytib nima qilaman? Lekin qoyil. Osonlikcha ko'ndi. Men qiyin bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Oson qutuldim. Tavba. Yaxshi ko'rmasam, ko'nglim bo'lmasa, qo'rqishimga qara.